Mana shunaqangi butun oilada boshqaruvni, ayniqsa erkakni boshqaruvni qo'lga olgan ayol, boshqarayotgan oila qayergacha boradi? Bugun bitta intervyu eshitdim. Siz haq bo'lmoqchimisiz yoki baxtli bo'lmoqchimisiz degan mazmundagi. Ya'ni balkim ayol kishi o'sha narsalarni qo'lga olar. Hamma narsani nazoratga deylik. Hammasi u xohlagandek u bo'ladi. xohlagandek, lekin bu erkak kishiga ko'pgacha bormaydi. Ozgina sabr qiladi va oxiri katta janjal bilan tugashligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz opa-singillarimizdan tavsiya, amal qilishinglar shart emas. Istasanglar haq bo'linglar, istasanglar baxtli bo'linglar va buning uchun shunchaki erkak kishi bo'lib mustaqil bo'lishiga yo'l qo'yib bersanglar zo'r bo'ladi. Tarixda shunaqa holatda yoziladi kitoblarda. Qo'mondon chaylada yashaydigan bo'ladi, ya'ni xotin ko'chmanchi bo'lishadi va chayla qurgan bo'ladi va eshiklari kigizdan. Uni ochib kirishlik uchun masalan ko'tarib, haligi egilib kirishlik kerak bo'lar ekanda. Erini kuzatayotgan va kutib olayotgan paytdagi ayol o'sha kigizni maksimal darajada ko'tarib turar ekanda. "Ey onasi qo'y" desa, "Yo'q. Xudodan boshqasiga bo'yin egishingizni xohlamayman. Hatto mana shu eshikdan kirishingizni ham" deb turib, Garchi bu narsa menga og'ir bo'lsa ham. ayol kishi masalan o'shanday qilib o'sha qo'mondonlarni ma'lum bir darajada tarbiyalashgan desak ham bo'ladi-da. Har bir buyuk erkakning ortida buyuk ayol bor degan gap bu nafaqat onalar, balkim turmush o'rtoqlar haqida ham aytilgan. Ya'ni ayolda juda katta ta'sir kuchi bor. Men erkak kishi bo'lib turib bu narsani tan olaman. Juda ham katta ta'sirlar bor sizlarga. Faqatgina buni to'g'ri qo'llay olishlik kerak deb o'ylayman-da. Agar nazoratga olish istagi paydo bo'lsa, balkim ma'lum bir darajada bo'lar. Lekin nazoratga tushishni xohlamagan erkak albatta o'sha paytda o'zida e'tiroz bildirib o'rtada tushunmovchilik bo'ladi. Nazorat ostida yurgan erkak ham qachondir bu narsani to'yadi-da. Ya'ni o'sha yonidagi uni boshqarayotgan ayol, uni hayotida hamma narsa bo'lishi mumkin, faqat ayol emas. Shuning uchun nazorat erkak kishi qilaversin hamma narsani.